Assalomu alaykum. Hilola butikka do'mboqqina opa-singillar, do'mboqchalarim sizlar uchun zo'r dvoyechka keldi. Ozg'inlarni ham esdan chiqarmadim. Ozg'in do'mboqchalarim, prям do'mboqchalarim sizlar uchun qaranglar qanaqa zo'r. Mo'l, ko'lgina, shunaqa zo'r bo'lib turgan. Eng kichik razmerni 38 kiloga, uzunligini ham qaranglar qizlar. Yo'q, men uzun kiyish xohlamayman. Sizlar xohlaganingizda kestirib olsanglar bo'ladi, lekin yozib ko'p opa-singillarimiz uzun xohlashadi. Mo'l ko'l bo'lib tursin, Hilolaxon. Ishtonlari ham yopishib qolmasin. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa xilpirab turadi. Narxiga vaqti zo'r dvoyechkalarimiz 34 dan 36 dan 44 gacha, 46 dan 52 gacha. Chiroyli bardovi rangida. Joylar qaranglar, buncha asal bu. Mana hakki bilan bosuv yashil rangida. Hammasini remeni bor yana qizlarjoylar. Remenlarni taqib chiroyli qilsangiz bo'ladi. Mana bunaqa svetli fioletoviy rangida qaranglar. Buni ham shunaqa asalligini, shunaqa chiroyli chiqqan qizlar bu ham. Mana bunaqa fistashka rangida qaranglar. Shunaqa zo'r bu ham qizlar, razmerlari ham, remenlari ham bor. Вообще bu narxga bu dvoyechka super narxda. Mazza qilib yozi bilan yuvib kiyasizlar. Puliga o'zinglar bilan ketadi. Mana remenni ham taqilgan holatda ko'rsataman. Mana bunaqa remenlarni taqib ko'chalarga kiysanglar ham bo'ladi, ko'rsizlar. Вообще zo'r turadi qizlar. Xullas kalom kelib kiyib ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasangiz dastavka qildirib olsanglar ham bo'ladi. Hilola butikda sizlarga muntazir bo'lib turibdi. Срочно kelib olinglar.